Keling Uzmetr DM15 ga qanday qilib sim kartani to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Hisoblagichni olib, yuqoridagi dumaloq teshikni ochamiz va sim kartani uni ichiga joylashtiramiz. Keyin qopqoqni yaxshilab yopamiz. So'ngra magnitni qo'yib, qizil rangli chiroq yonguncha 5 soniya ushlab turamiz. Endi 5 soniya ichida sizga SMS kelishi kerak. SMS kelgandan so'ng kabinetga kiramiz. Endi ro'yxatdan o'tkazamiz. Sizda ro'yxatdan o'tish yozuvi bo'lgan interfeys paydo bo'lishi kerak. Eng pastdagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va raqamni kiritamiz. So'ngra unga kodli SMS keladi va siz uni tegishli oynaga kiritishingiz kerak. Keyin kodni tekshirish tugmasini bosamiz. Shunda yangi parolni o'ylab topish kerak bo'lgan oyna paydo bo'ladi. Muhimi, siz u parolni yodlab olishingiz kerak yoki biror joyga yozib qo'yishingiz kerak. Keyin yana registratsiya oynasiga qaytarilasiz. U yerda raqamni va hozirgi o'ylab topgan parolni qayta kiritishingiz kerak bo'ladi. Keyin yangi hisoblagich qo'shish tugmasini joylashgan yangi oynaga kirasiz. Keyin oynada ko'rsatilgan talablarga muvofiq ma'lumotlarni to'ldiring va birinchi o'rinda yuridik shaxsni tanlash kerak. Oynadagi barcha bandlarni to'ldirgandan so'ng saqlash tugmasini bosasiz va 5-10 daqiqa ichida oynangizga yangi hisoblagich haqidagi ma'lumotlar ekranda paydo bo'ladi. Lifehacklarimizdan foydalaning. Hisoblagichmi? Unda faqat счетчик.uz.